Mana 2025-yil tugashiga ham sanoqli kunlar qoldi. Ko'rib turganingizdek, Aviapark yangi yilni kutib olish uchun iliq va yaxshi kayfiyatda tayyor turibdi. Siz bilan ham shu kayfiyat bilan bo'lishmoqchimiz. Yangi yil hammaga yangiliklar bilan kirib kelishini tilab qolamiz. Bizdan yana 30 ta xonadon xarid qilgan insonlarga boshlang'ich to'lov atiga 63 million so'm. Undan tashqari yangi yilga yangi xonadon va yangi mashina bilan kirib kelsangiz, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Yangi uy tushunarli, lekin yangi avtomobil qayerdan deb o'ylayotgan bo'lsangiz, Aviaparkdan xonadon xarid qilgan 200 ta mijoz ichida yutuqli o'yin o'ynaladi va bitta insonga avtomobil nasib qilishi mumkin. Shu inson aynan siz bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun xonadon xarid qilishga shoshiling. Aviapark xonadonlari haqida batafsil ma'lumot olish uchun hoziroq pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting. Aviapark orzular sari intilayotganlar uchun.